Demak, yigitlar, bugun muxlislar uchun premyera qo'shig'i bormi? Ha, albatta. Biz yangi motivatsion qo'shiq tayyorladik. Uni bugun sizning podkastingizda aziz muxlislarimizga ilk bor taqdim etamiz. Eng avvalo bu yangi qo'shiq haqida ozroq ma'lumot bersangiz. Bu ashulamiz hayotda o'zini topolmayotgan, tushkunlikka tushib qolgan insonlarga motivatsiya berish uchun yozilgan. Qo'shiq g'oyasi va she'r muallifi o'zim. Neyer, siz ham biror narsa deysizmi? U o'zi hayotda umuman gapirmaydi, dardlarini qo'shiq qilib aytadi doim. Ajoyib, unda marhamat azizlar. Premyera qo'shiqdan bahramand bo'linglar. Frankish Banddan motivatsiya. Ko'zguga qarayman, savolim ko'p o'zimga. To'fonlarni ko'raman, zimdan boqsam ko'zimga. Bu to'fonlar o'rnida yonar edi o't, gulxan so'nib, pasayib o'rnida o'z cho'q qolgan. Shu cho'qni ham bu to'fon o'chiradi sal qolsa, yo'qib bo'lmas qaytadan so'nggi cho'q ham so'nsa. Kulga to'lgan qalb vujud nahot menga kerak bo'lsa, cho'qni saqlab gulxanni tiklashida mushkuldi ishdi. Bu mushkul ish o'zingga o'zing ochgan urushdi. Bir tarafda shashli va abji pasaygan o'zim, narigisi eng katta va eng yomon dushmanim o'zim. Uyg'onmoq kerak tezroq, hayot oldinda. Umidni so'ndirmaylik toki yonar gulxani. Hech kim bilan bellashma, sarflama behud so'zingni. Undan ko'ra kashf etgining zo'r versiya o'zingni. Yuraversang yillaring qo'shaverar yoshga yosh. Vaqting yetsa deydilar sho'rlik qoldi juda yosh. 18 da jon berdi ammo qabr kirdi 80 da. Shunchaki 60 yilcha mavjud bo'ldi sarsonda. Hech kim buni istamas chun hayot terur shirin. Har kim topmoq istaydi qayda lazzat yashirin. Mayli bo'lma qahramon, bo'lma xaloskor. Superman bo'lmagin Rambo. Quloq sol, sen uchun bir tavsiya bor. Kechagi o'zingdan sal yaxshiroq bo'l. Uyg'onmoq kerak tezroq, hayot oldinda. Kashf etgining zo'r versiya o'zingni. Kechagi o'zingdan sal yaxshiroq bo'l.